Assalomu alaykum, men Güliz. Akşam yaxshi uxlamagan, shunga sal shoshilmaysiz, o'zim ancha harg'inchiray. To'g'ri tushunasizlar. Onun için necha kunlar ketdi. Qimqili men bugun shu davomliq yana muhim mavzular to'g'risida so'zlay deb nim qildim. Yani men shu 8-9 yildan keyin oxir bu erkin so'zlash 100% erkin bo'lmasmi hamdi. So'zlashliqi Pırstiga erişmay, şuna bunu qo'lda bilmaskim kerak. Hayot vaqtimizni so'z olaylik. Chet elda kimligimizni saqlashning yo'llari, men hozir hizb olgan. Chet elda kimligimizni saqlashning yo'llari, chunki bu siyosatlardan boshqa yana nurg'un yo'llar bor. Buni qadaq ashlarni men bilganlarni, endi mencha o'roqli deb qaragan, mencha ham unumi yaxshi bo'lib deb qaragan shu yo'llarni matsib chiqdim, biroq shunga ko'pchilikning tatmay baharlanlar, tatmay paydalanlar, qo'llanlar bo'lsa, mushtaraqdanlar maylan xususiy yaxshi ham. Bundan boshqa yana nurg'un yo'llar bor. Agar bo'lsa, shuni tang deyishib, tang o'rtoqlashib qilaylik. O'zaro kenglik tarqataylik, paydalanaylik. Saqlashning yo'llaridan ustida davomli izinaylik. Chet elda kimligimizni saqlashning yo'llari ustida davomli izinaylik. Ana miyada bir mazmun bor, miyada ikki cho'ng mazmun bor. Birisi shu Trumpning siyosatidan qanday foydalanishimiz kerak ekan. Buning qarta bir qancha men nimalarni chiqdim. Trumpning siyosatlari har xil nurg'un siyosatlari bor. Albatta shu Amerikani asos qilib qilgan nimasi siyosatlari albatta. Endi bizga noqul turda ishtiqlar foydasi bo'lmasmi? Haqiqatan qisman foydasi bor. Birinchidan agar urushni to'xtalsa, ancha-muncha biz endi shuncha jafolardan tortib o'zimizni tunishtirgan aldığın 4 yılda uruşulup biz bir yakı qilib qolgan. Yani uruş to'xtasa, Xudoyim birisi davomli mushjatda nim qilib, davomli o'zimizni tunishga tirishsak bo'ladi. Yani bu urush to'xtamasa, bizdan kimning kori edi ama? Onun için bu nimaga Rusya Saudiya jihatdan bo'lsin, raqobatlashib Xitoy va Ruslar bilan. Ham uni oxiri qanday bo'ldi, davomli o'yin ko'ramiz. Hem bu jarayonda biz shu Trumpning shu siyosatini biz qanday foydalanamiz? Shu menimcha esil siyosatlardan biri bo'lgan shu Amerikada shu zavod korxonalarni Amerikaga yetkazish bo'libmi? Shu siyosatdan foydalanib Apple 500 million nima mablag' chiqadi shu Amerikaning o'ziga. Bu nimani Xitoyga bermay, bu nimani bildirdi? Miyada ishlab chiqardi, maqsadning sifati yaxshi bo'ldi. Undan keyin bizning xalqimizni haqsiz emgak kuch qilib qiynashning oldini olishda birlik rol o'ynaydi deb qarayman. Buni sizlar qanday qaraysizlar? Kechiringlar. Shunga shu Trumpning siyosatlarining biri bo'lgan Amerikada ishlangan mahsulotlarga bajlanmaslik, ham qulaylik yaratib berish va qatorliq har xil siyosatlarga qarata biz qanday qilishimiz kerak? Bu orqali shu Amerikada biz nima qilsak bo'ldi? Birinchidan, Amerikada Uyg'ur restoranlarini davomli ochaylik, albatta. Bu bizning esil madaniyamizning biri bo'lgan yemak madaniyamiz o'zgacha ham esil ham pokiz halol etildi, shunda pichat. Bundan biz davomli foydalanishimiz kerak. Amerikada Uyg'ur restoranlari davomli ochaylik, bo'lsa har bir shtatda bir, bo'lsa har bir shaharda bir esilda. Bilsizlar, Maynat Kapirning shu har bir shaharda 4-5 dan oshxonasi bor. Ham bilsizlar, ularning shu Xitoy ko'chasi bor, rayoni bor. Hay Allah. Ondan keyin Amerikada Uyg'ur restoranlari davomli ochaylik. Ikkinchidan navoiyxonalar ochaylik. Mencha hozirgacha bir navoiyxona yo'q. Qo'llikda bor xalqimiz yoki shu bank orqali qarz oladigan yoshlarimiz, eglik qilayotgan yoshlarimiz va boshqa kishilar, qo'llikli kishilar, qarz oladigan kishilar shu masalan eglik tikmoqchi bo'lganchada shu navoiyxona ichishni o'ylab qo'yinglar. Navoiyxona orqali bizning nonlarimiz, bilsizlar, bizning nenimiz shu esil yemaklarimizni bir hech qanday bir odam nonni bizarlab boqqan emas, non bilan non ko'ngli tegib boqqan emas, shu non non yasash, non pishirish, navoiychilik texnikamizni, madaniyatimizni hargiz unutib qolmaylik, kengaytaylik, keng tashviq qilaylik, farzandlarimizni qoldiraylik mirosga. Hamda shu Amerikada navoiyxonalarni ochsak, bir-birlab bizning kimligimizni saqlashning muhim yo'llarini bir deb qarayman men hamda.
Hem bizning payda nan yeğleyimiz, pezatlarımız olmuş, esil nanlarımızı nim qıldı yeğleydi. Hem şularning hammasi şu Amerikada zat karxan qurish orqali Amerikadagi xizmat fursatlarini ko'paytirsak Amerikaga ham yaxshi ko'rinadigan gap. Üçüncüden kiyim tikish va setish zavod korxona ichish. Shu orqali shu mehnat kapirda tikilgan kiyimlarni nima qilavermagan nima qilaverishning, setilaverishning kechiringlar. Oldinlashda azdir ko'pdir foydasi bo'ldi deb qarayman aniqlar. Chunki men degandek yana nurg'un kiyim kechaklar ashyodan keldi. Garchi miyadaligi masalan print on demand mashulaq kimga besib har xil narsani besib mana o'shish setish mishda korxonalar bo'lsin, bular garchi miyada besib qolgan bo'lsinmi, shunday ichilib ketdi. Ular o'shoqcha korxonalar Shopify degan bilishinglar mumkin deganlar sodis bilan paylanib ochgan. Ammo kiyim-kechak yanıla nurg'unlarning 99% ning hammasi shu manbasi oq kiyimlarning manba kiyimlarning hammasi yanıla ko'pincha Osiyoda, unga Bangladesh, Hindiston, Tailand, Vietnam deydi aşağı yerlashildi. Agar Amerikada qila olsa, kiyim tikish va zoid korxona ocha olsak, birinchi sifat kapolat qilgan holda Amerikada ishlangan deganni amalga oshirib mishada qila olamiz. Endi Uyg'urlashgandan keyin Uyg'ur deb ochimiz, ismlarni tatib madaniyatni tatib tunishtirib bo'ldi. Ham bu yerda ochsak, shu yerlik korxonalarga shu chopning siyosatlari tushadigan payliq siyosatlardan foydalanib bo'ldi. Ham yaxshi ko'rangli bo'ldi, ish qilib yaxshi ko'rinib turib shu davlatda shu yiltizimizni nima qilishimiz kerak deb qarayman. Tikishimiz kerak. Ko'chatma. Onundaki Uyg'ur madaniyat markazi intayin yaxshi fikr. Shunda biz mushta bir o'zimizga xos bir o'rinning borliq kelishi, kimligimizning Amerikadagi mavjudligini saqlab qilishda muhim rol o'ynaydi deb qarayman. Shunga shu planga bek yaxshi plan ham bek qo'shildim. Xudoyim buyursa mushtaq bir o'rinning borliq kelishi boshlamchi bo'lib bo'lsa, mushunaq o'rinlar davomli borliq kelib, kengayib, davomli qurilib, hatto shu Boz mehnat kapırlarını biz Uyg'ur rayoni, hatta Uyg'ur shahrini borliq keltira olsak, dahshat esli bo'ldi albatta. Aniqlik oson emas, albatta oson emas. Albatta men og'zimni dimidan bir qiyinchilikni bilmay, ammo shuni ta'kidlaymizki, ammo buni ta'kidlab turamiz, eskartib turamiz, chaqiriq qilamiz, davomli tirishib umidimizni yo'qotmaymiz. Shunga mushuni qilayotgan xalqimizga yordamda bo'lib, qo'llab az olsun, köp olsun qo'limizdan kelishicha yordam qilamiz, iyona qilamiz. Mushtaq qilish orqali biz bir-birimizni qo'lmasak qo'lida odam yo'q. Shunga bugun men popos qilmadim, ko'z qilmadim, xijli bo'ldim. Chunki men mush gapni da'vaganni ko'ra harakat bilan boshlaydi. Mush o'ringa az bo'lsa $20 baki ortiqchini iyona qildim. Hamda sat oldu, azıq oldu. Amma bəmgələ qırğançıda mən köz popos qılıb getmədim. Mən faqat özümdən başlaydı dedim. Çünki muş gəplərni qılıyırdım, nemiş qatma, özüm dəvəgəndə bu xanım nemiş qatdı deyənlər bulmuş mümkün. Şuna hamda az olsunmu şu $20 iyara qıldım. Oylab baxsaqmış Amerikada əlbəttə 1000-dan artıq qancha adam var Uyğurlardan. Məsələn hamda 10,000 deb turaylı. Məsələn 10,000 adam 20 qoydan çıxarsa qancha pul bu 200,000 bulanda dehşet çık pulda o. Şuna demek oğlum az. Bosmu qo'limizdan kelishcha iyona qilib yordam qilsak, shu Uyg'ur madaniyat markazi o'xshash mushtaq o'rinlarimizdan biz uchun xizmat qiladigan, bizning mavjudligimizni saqlashda muhim rol o'ynaydigan mushtaq o'rinlarning borliq kelishiga biz kapolat qila olamiz degan gap. Shunga endi kechiringlar oz-oz shuncha qilib qo'ydim. Qilmaganlar qilayli. Bir vaqt mahnun puli. Endi men kampalik yo'lda herkes ko'z popos qilmadim juma. Endi haqiqatan xishli bo'ldim chunki chiqira qilsam bo'ldi, xudoyim bir qilaman. Hozir $20 qilgan bo'lsam, kelik xudoyim bir $100 dan $200 qilaman, xudoyim buyursa. Qo'limda kelsa. Umumki men Uyg'ur Project Fondini davomli qo'llaylik, chunki bu Uyg'urlar uchun izchil xizmat qilayotgan
fond. Mağmum şu kitaplarımı işleş üçün minamlıqı iqtisadi qiyinchilikni bilgan vaqtda shu Uyg'ur Project Fondi, shu Erkin Akash, hurmatli Erkin Sidiq Akash, shu Uyg'ur Project Fondi menga yordam qilib shu alma kompyuterni bergan. Alma kompyuterni ishlatib hozir ishlatyapman. Shu 5 kitobni chiqardim. Xudoyim shu davomli kitobni ishlayman. Ham boshqa shu bizning ona tilimizga ana tilimizni saqlab qolishdagi, tashviq qilishdagi, kimligimizni saqlashning qilishdagi davomli mening qo'limdan keladigan ushaq tushak, masalan YouTube kanalimda kitoblarim bo'ldi. Yoki mana Uyg'ur uchun mazmundagi mazmunlarni ko'proq ishlash jihatga bo'lsin, yoki Uyg'ur uchun shu bizning ona tilimizda o'yitgan har xil karton videolar bo'lsin, ashuna qilishdan bo'lishni qo'limdan kelishicha qilyapman. Ham davomli qilaman. Shunga shularga rahmat. Hem şomuş Uyghur Project Fondi menden başka yana nurg'un yoshlarga nurg'un xizmatlarni qilgan, egliklar atqanni qo'llagan, kitoblarni haqsiz nim qilib haqsiz tarqatadigan shu Uyg'urligimizning saqlab chetal saqlab qilishda Uyghur Project Fondi shunda yaxshi yordamlarni qo'yadi. Shularga iyoni qilayli. Unki manbai degandek shu 22 ming odam yoki 20 ming Uyg'ur bormi? Mishda $20 Yagımsı $1 çıkasmı, 5-10 çıkasmı o palan pul. Tamamen külübler palan pul. Şuna şu Uyghur Project Fondu ne? Ondaki Uyghur Medeniyet Merkezilerini biz devamlı qo'llab yardım qilayli. Qo'limizdan kelişi yardım qilayli, iyani qilayli. Onun için 6-dan Keçonlar, men burun tilga olgandek atlas to'qish mashinasini keltirib atlas to'qish korxonasini ochayli, qo'l etilib bala. Hamda bu atlaslar orqali kiyim-kechak madaniyatimizni tashviq qiladigan atlas kiyimlarni loyilab setish shirkatlarini ochayli. Bizning kiyimlarimiz haqiqatan chiroyli. Nima bu hozirgi fashion, moda, kiyim-kechak sohasi axlat. Hamda bu har qanday narsa satildika, buzib chizildika, u bu qildika, ammo yana o'z normal qiyamon qaytadiki ham go'zalligi cho'qim qaytadi. Shunga mushu fursatni foydalab bizning mush nimalarimiz orqali go'zallikka qaytsan bir yaxshi. Hamda bu nima qanday nan kimra nima uslubdiki bu degan chalash Uyg'ur deb chiqdi. Xuddi ma olmadan qo'tgan ishlar o'xshash esel. Hamda Uyg'ur kiyim-kechaklari deb mushum bizning isl madaniyatimiz orqali o'zimizning nomini domliq tuntish Müşümü çeteldi kimlikimi saqlab qilishning yo'llari deb qarayman. 7-dan ana til maktablarimizni davomli ochayli, ana til ma'rifimizni davomli kengaytayli, ham ularga beradigan iyonlarimiz bo'lsa aymay berayli, ham yordamlarimiz bo'lsa qilayli, tashviqotlarni qilayli. Chunki shu bo'lsa men degandek shu Uyg'urlar bor o'yinda bir tal, ikki tal bo'lib qolsin, davomli ichilsin. Onun için şu tur mekteplerimi içilsin, tur mekteplerim bakya. Antil mektepimiz devamlı açaylı. Onun 8-dan 12 devamlı YouTube kanallarını kuraylı, köplük mezmunlarını qo'shayli. Onun için men degandek mening Gülüs Media'da ko'pinchalik har xil turli mezmunlar so'zildi. Hozir so'zilayotgan mezmunlar shu qurolliroq doir mezmunlar, unki iftixor yaqimiga doir mezmunlar, unki mush kimligimizni saqlab qilish, unki ota-ona tarbiyasi, oila tarbiyasi degandek, ham ma'rif degandek mezmunlar so'zlatman, ham boshqa nurg'un mezmunlar so'zlayman, bexatarlikka oid. Onun için bulardan boshqa qo'limda kelishi yana nurg'un mezmunlar so'zlayman. Bu mezmunlarni boshqa turda yangi mezmunlar bilan boshqa usul bilan so'zlaydiganlar bo'lsa yaxshi. Paydalanmış mezmunlardan, temalardan tartmay paydalanmış gaplerimden. Bulardan başqa men o'sha tarbiya temalarımı chaqirib qurayli. Ana tilimizda masalan UFC'ni tushuntiradigan kanalni qurayli. Bizning tilimizni yangrab tursin, YouTube'lar chaqirib yangrsin, bizning ana tilimizni YouTube'larda. Kechiringlar. Masalan UFC chilishish, tarbiya kanallarını Uyg'urcha anglatish, Uyg'urcha ishlash degandek. Uningki siyosati bor. Uningki masalan kino filmlarda bor. Buni yana har xil temalar bor. Shularni davomli qilsak bo'ldi. Unki ana tilimizni davomli tilimizda davomli mazmunni qilsak bo'ldi. Uningki Şuna çeklim bo'lmagandan davomli qurayli demoqchimanda ana tilimizda bor mazmunlarni hammani davomli qursak bo'ldi. Aras uningki men degandek oldin qatim degandek nafslar bo'ladi. Yaxshi esli uningdan biz voy pishib yetib ketgan.
Onun da ensirash yo'q, ammo shu fan texnika to'g'risida, qurol yarog' to'g'risida, bexatarlik, mening masala to'g'risida so'zlar bilasizlarmi? Undan keyin jamiyat bo'layotgan ishlar to'g'risida, jinoiy ishlar to'g'risida, bular qarta qanday oldin olish, qanday qilish, undan keyin shu qonun to'g'risida degandek, shu nurg'un mazmunlarda shularni ishlasak bo'ladi, shu qonunlarni ish qilsak bo'ladi. Ondan keyin 9-dan oldin qitimliq men kichkina oldin qitim eskartib o'tgandek, to'rlarga ana tilimizdagi esil she'r qo'shiq naqshli kitoblarni kirgizayli. Shu men Facebook kirgizib sinab bakmoqchi hamda vaqtim chiqimdi, ammo cho'qim qilaman. Shu men bildigan esil naqsh she'rlarni, qo'shiqlarni kirgizib aşağı qilsam, undan keyin Google orqali izlasaklam chiqsa shu butun men yana bir xil qo'ysam bilsizlar, masalan bir o'z kishilar yaxshi ko'rgan naqshni anglab yezib bilmay tekstni to'rlam oqtirdi. Bir tekst yozib qo'ysa shunday manbalar chiqadi. Bizlar nima yo'q. Ashni barliq keltiraylik, hammamiz bir she'rdan, bir qo'shiqdan qatqul tursak qancha amiz qatib bo'ldi. Masalan 10-20 ming Uyg'ur, undan ko'p Uyg'urlar bor Mirgida. Boshqa dunyodagi Uyg'urlarmi shu, kichkina vaqt chiqqanchada o'z bildigan o'xshash bo'lib kelsa, takror bo'lib kelsa hech qisi yo'q. Qat'iy hech qisi yo'q. O'zi bildigan she'r qo'shiqlarni, naqsh tekstlarini chiqarsak, undan keyin bo'lsam shu maqolani kirsak yaxshi. Undan keyin YouTube kanallarida mashunda, YouTube kanallarda asarlarini o'qib, shu nima qilsak bo'ldi. Men shu o'qib batdi, men oldingi yillarmi chiqib Qutatqo bilaq kitobxonasi, shu Uyg'ur kitobchilik, Uyg'ur tilimiz uchun xizmat qilayotgan, biz uchun xizmat qilayotgan shu Qutatqo bilaq kitobxonasidan Turkiyadagi bir muncha kitoblarni sotib oldim, tirishib. Faqat nima to'shish, yetkazish haqida sal qimmat to'xtab ketdi, ammo amal yo'q, chiqsa yo'q. Shu bir muncha kitob oldim, shu kitoblarni men ham o'qim bor, hamda uni nashr huquqi bu deganlarga qanday shuni surish qilib qo'y yoki bo'lmasa hech nima bo'lmamdi ya. Meni shunaqa Gulus mediaga mumishda yaxshi kitoblar bo'lsa, o'qib qoldirib qo'yg'im bor. Kelik buni haqlarligi tamoq etayotgan joylarda yoki yo'llanmagan joylarda bu vaqtlarda shu o'zimizning asarlarni anglaydi. Boshqa ovozli asarlar borki, nihoyat yaxshi, ammo ortiqlik qilmaydi, takror bo'lib ketsa hech qilmaydi. Maqsad shu tugutish shu. Amalga oshmaydigan gap she'rlar. Demak, o'nim shu Uyg'ur ovozini qancha ko'p kirgizalsak, anglata olsak yaxshi. Shu an xudoimiz menmu shu bir planim endi. Eski kitoblarimiz Alisher Navoiyning kitoblari, Qutatqo bilaq degan kitoblar, shu Alisher Navoiyning she'r g'azallari, undan keyin ana tilimizning madaniyat deb bir qancha kitoblarni tutib oldim. Undan keyin ba'zi tarixiy kitoblar borki, o'tirib o'qisak, xudoim bilsa xalqlarimiz foydalansa, kichkina bo'lsa-mu shu ana tilimizni ko'paytirish, ana tilimizni saqlab qolish, tashviq qilish, mustaq jihatda azroq to'pimiz bo'lsa, undan keyin shimojida shu bolalarimiz ko'rsa, "Ey, ma opamda mening deb biz ketib qolsak ko'rdigan shu simarimiz qilib qoldi." Aşağı bir plan başına qilgan bor, hamda uning nashr huquqi kitoblarning nomini aytib turib, yozuvchining ismini o'qib turib, undan keyin esaq bilaverish mumkin. Hamda bu jihat yana davomli qilsinmi? Undan keyin men degandek shu to'rlarga antilimizga esil she'r, qo'shiq she'rlar tekstlarini kirgizitish izlasa to'klab chiqadiganlik. Mumkin YouTube'larda mush asarlarni o'qish. Ondan keyin 10-dan davomli har turli Uyg'ur kitoblarini ishlash va tarqatish ortiqlik qilmaydi. Hargiz ortiq qilmaydi. Ishlayveraylik. Ondan keyin shu bo'lsa yangi kitoblarni ishlaylik. Masalan, shu Uyg'urningki taomlar kitoblari bor. Endi yangi tamamlangan bo'lsa, uni qog'oz tusildi. Ondan keyin Uyg'ur bizning shu antilimizga doir bo'lsa, shu bolalarimizni ham o'zimizni izlab shu fan texnikaga doir kitoblarni yangilarini ishlaylik. Mayli ish qilib, demakchi o'g'lim davomli har turli Uyg'ur kitoblarini ishlashni davomlashtiraylik, ham taqitishni davomlashtiraylik, ham tashviqotni qilaylik degandek. Undan keyin 11-dan bulardan boshqa yana bular boshqa nurg'un yo'llar bor ekan. Undan keyin yana bir ikkinchi cho'ng ikkinchi cho'ng mazmun chopning siyosat haqida parlamentdagi ikkinchi cho'ng yo'l. Mencha bo'lsa shu kashf patil deganning chiqishi, vivak deganlarning shu bosh ko'tarib chiqishi, ularning hammasi bizlarlik ota-onalar ko'chman, bolalarimiz tug'ilgan.
Onunki Elon Musk mu hamda o'zi aqtalik bo'lgan ammo u Afrikada tug'ilgan, yoki miyaga kelib turadigan. Hozir dunyodagi birinchi boy. Mushta demakchi olan mushta ko'chmanlarning bosh chiqib qilolishida qonunliq bo'lganlik uchun ham askishanni qilmay, unki mush yaxshi kunda mush masalan kashf advokat kentoq uniki ishlab hozir buni FBI'ning direktori bo'ldi. Onkin o'zining nutqtirimi shundaq men Amerika tushida yashayapman degandek asho. Şuna bu bizge bir xil manga bo'lib nima bo'ldi bu bir xil umid beg'ishli deb qarayman, boshlig'im beg'ishi mumkin. Mushta vaqtlarda biz qanday qilamiz? Bizmi ko'chmag'imna qonunli ko'chman, endi bolalarimiz mishalik, ortiqcha u boshla bo'lmay qolsa, bolalarimiz mishalik bo'ldi ammo endi mushta Xudo shukri. Demak, o'g'lim, hukumat o'rniga kirayli. Masalan, hamda yaxshi ishlab yuqori o'rlayli. Agar qo'limizdan kelsa, masalan yarışib bo'lganlar yoki yarishishga tirishayotganlar hamda hukumat o'rin ishlari bo'lsa yushun yoki oshkora damliq yaxshilanglar yaxshilab shu yuqori o'rlashni qilsak bo'ldi fursatga erishaylik ham chaqiryapman ham madad beryapmanda undan keyin agar bo'lolmay qolsak hech qisi yo'q farzandlarimizni yaxshi tarbiylab shu o'rinlarga kirgizaylik siyosiy sohalarga iqtisodiy sohalarga shu yerlarda yetildiraylik ham iqtisodiy sohada deyishim sabab albatta to'xtamay pul topaylik. Pul bo'lsa jangal shurpa, pul bo'lsa yo'l ochiqroq. Rasmiy ochiqroq. Hamda xudoyim bo'lsa bexatar bo'lishi mumkin. Chunki har baylar nima qilsa qochib qutuladi emasmi? Ham bizni ashq qiloladi men emas, hamda ish qilib. Hargiz chaqchaqmaydi. Ham demak, uni to'xtamay pul topaylik. Agar shu siyosat yerlariga kirsakmi, pul lozim ekan. O'zingizlar iqtisodiy muhim. Şuna müşcatda balalarımızmı şu terbiyelayli. Onun için tötecin terbiye sahasıgı yürüyüş kılayli. Bilsizler, ben alnıqlıqtam şunda ayacın sözledim. Yılıqı nimede bizden beden sapayımız yaxşı. Bu iş biraz reziller buzadıdı ama tembelmeli buzadıdı. Qarabotaymalı özümüzü yaxşı saxlap keçironlar. Asrap, yıqılsaq qopap, Qilali bir ish qilib, tantarbiya sahasiga yurish qilayli, o'zini qilolmay qolsak, farzandlarimiz shu sohalarda yetishtiraylik. Mushta ishlarmi? Bizning shu o'zimizni saqlab qilishda o'kin natija qozongandan keyin Uyg'ur degan nomini shu eng yaxshi yo'llar bilan tundigan muhim yo'llarning birlari. Agar uniki mushtarlar qila olsa, uniki biz kuch bo'lsa, iqtisod bo'lsa, huquq bo'lsa, texmi yaxshi yo'l ocha olamiz degan gap. Allah. Şu asas mazmun şu bugungi. Chet elda kimligimizni saqlashning yo'llari. Men buni boshqa yana nurg'un yo'llar borga, xalqimiz yana mushtorliq o'yinlab o'zaro fikr almashtirsak bo'ldi. Yaxshi fikrlaringlar bo'lsa, taqtinglar. Tang bahillayli, tang nimqlayli, tashqiqlayli o'zaro qo'llashayli. Biz qo'limizsak, bir-birimiz qo'limizsak qo'layda adam yo'q. Azlab ketayotganimiz yetib boshidu, tugishayotganimiz yetib boshidu. Rivojlanayli, tugishib ketavermay. Dasturayli, yiqilsak, o'tiravermay. Shu butun kechkunduz o'ylaydiganim shu bir kunlar bo'lib jam bo'lish, azal qilish, erkin bo'lish, jam bo'lish. Ashli kalamda Unda qulamdan nurg'un ishlar kelamidi, xalqan shu numus, ammo numus deb o'tirib o'zini xoplabakcha ishlarni qilay deb qulamdan kelishni qilyapman. Ko'pchilik shunday qilishni umid qilaman, tavsiya qilaman. Ko'z-qo'z qilmadim, popos qilmadim, faqat rag'batlantiryapman. Shu mening qilgan iyonlarim ozib qolsa, zalq qilinglar. Mana xajal ko'p pul topsak aymaymiz. Ben degandek $1 chiqarsak, manga $1000, ona odam $10,000 bo'ladi, $10,000. Ravus pul. Chiqib dashat asqatdi. Undan men boy degandek shu Uyg'ur madaniyat markazi, institut fikr biz uchun xizmat qildigan, bizning kimligimizni saqlab qoldigan, bizning urf-odatimizni saqlab qoldigan, biz uchun xizmat qildigan, o'zra bizning madaniy jihatdan bir o'zimizga bir-birimizga yorlik bo'ldigan
yerlik buldan müşta muhim o'rin deb qarayman. Bu orqali farzandlarimiz bizligindi. Bizning mavjudligimizni atrofga ko'rsatadigan müşta o'rinlar, oshxonalarimiz ham qo'lida bor, korxonalarimiz mishadiman degandek musha korxonalarni qurib, o'zimizni tunitib, pulni to'xtamay tepib müşta qilgandan keyin uniki mushu avdolarni oshxonasidek yordamlarni qilganchada yillarni yordam qilgan ko'ldoqlarda xizmatchilarga yaxshi tomoqlarni qilib yordamlarni qilib qo'yishni yaxshi uyg'ur deb tunishtirib uni ashtaq yaxshi qilsaq uyg'ur madaniyat markazi qurilgandan keyin mushu madaniyat markazida har xil ishlarni qilib ommaviy yaxsiz axloq faoliyatlarni olib borsak keng yoysak bizning mavjudligimizni tutib turadigan mavjudligimizni ko'rsatib turadigan saqlab turadigan tashviq qiladigan eng yaxshi usullarmi shu. Shu bir-birimizni cho'qim qo'llayli. Bo'lsa madaniyat markazi cho'qim qurilsin. Xudoyim buyursa davomli qurilsin. Natijasi chunki Uyg'urlar bir yerda emas, albatta Amerika armiyalarida. Undan keyin shu tor orqali tordan foydalanib tordik bir madaniyat markazi qurilgan ishlar bo'lsa qilayli. Hozir kelib qolishimga. Badu amda yaxchan ushul iznay uniki motorlarda qurilayotganligi ham shu tibbiy sohasiga turbatlar borga antilimizning nimasi turbatlar bor avlod lug'at avlod nimalari bor shular shunda yaxshi qilib bo'ladi shulardan foydalanayli o'zaro o'rganayli o'zaro tashviqotni qilayli o'zaro foydalanayli uniki men degandek butun bizning antilimizga mazmunni chiqaq kirgizsak antilimiz ko'p ko'rinsa shu torda shu to'raliqi sig'imida ancha-muncha o'zining nimasini sig'imi cho'ngaysin bizning rolimizni mixlayli tikayli ko'chat qilib kengaytayli naqshum yaxshi eslavatda u oz emas to'kilab o'tirdi unga kirisholmay fan texnikani bakdak qilayli asqatgan siyosat jihatlarda qonun jihatlarda aile o'qitishi, ma'rif bu narsalar unlikmi mehr muhabbat jihatmi intan yaxshi mishlarni qilayli. Ishqilib qanchalik yo'l qanchalik topa olsak yo'llarni aymay qilayli o'zaro fikr almashtirib qo'limizdan kelgancha o'zimizni turinsak birinchidan urush to'xtamaydi texcha bular xil ishlar bilan aldirash bizdan kor yo'q uniki ansam erkin radiosi ta'sir ushlab to'xtatilibdi ammo echilishi mumkin qanday bo'lishi mumkin qanday bo'ladi uqmaymiz shu ahvol qarayli mening o'ylaganimda shu bir tal nimaga qarab qolmayli davomli boshqa xabar markazi ochganlar bormi agar hukumat agar nim qilmay qolsa ularning haqiqiy ahvolini biz uqmaymiz endi izlab o'ylab qiyos qilib yurmay uni demak uchun uni qarab qolmay boshqa bir organ qursak bo'ldi masalan qo'l ilkida bolalar bir masalan shu amerikaga yerlashib bo'lganlar bir organ qursak bo'ldimi shu erkin razi o'xshab qolgan bog'i deyman agentligi bor shular orqalimi kan xalqimiz uchun xizmat qiladigan mazmun topadigan shu hukumatga shu Osiyo erkin radioning rolini o'xshab ketgan rollarni qilayotgan bo'lsa ko'plab qurilsa yaxshi birga qarab eslab turolmay qilsak yaxshi undan keyin yana shu muhim mazmun shu borda bo'lsa shu uyg'urning mansi bizlar uyushish degan gap endi bu o'zimizning nomiga o'zimizga yuz kelalab uyushayli urushmayli to'rjanlar qilmayli asqatmaydigan taptana so'qash talashlar asqatmaydi ularga kirisholmay bo'lsa shu hurmat yuzidan biz yana isl axloq xalq axloq nuqtasidan tarbiya hurmat aloqa jihatdan asosida fikr degan to'xtamay nim qilib munozarat qilishib to'rlarni nim qilayli so'qashlarga to'shqizmay neymiz hurmat munozirlarga adabiy tanqidiy faniy axloqiy munozirlarga to'shqizayli yaxshi ishlar undan keyin men budaqi atlardan agar boshqa tushmay qolsa atidiki
Kichik e'lonimni ishlab qo'yay. Atidagi mushu vaqtlarda qildigan men mushu balamni olib kelganchida vaqtim chiqdi ekan, bolalar kelib mushu mashina saqlash bularni yarim soatdan oldiga yana mushu mazmun ishlar ekanman. Mushu mazmunlar kelganchida o'zira munosabat qilsak bo'ldi. Men shunga kichkina tashviqotni qo'yay. Atidagi mushu vaqtlarda boshqa qilsanlar, mushu vaqtlarda qilgan naq maydonni manligi sizlar bilan o'ziraligi tang munozara asosida qilishni sinab boqim bor. Shunga bo'lsa mushu vaqtlarda ishtihor iqimi nachar ishtihor iqimi to'g'risida mazmun fikrlash baqayli deb demoqchiman. Fikrlashayli. Shuni ko'rganlar bo'lsa mushu videomni taqib qo'yinglar. Onki mushu xabarda bo'lib qolsa ayta mushu vaqtlarda mushu beka vaqti chiqqan mushuni ko'rishga vaqti chiqqan xalqimizning mushu nachar ishtihor iqimi to'g'risida bir o'rtoqlashsak. Kechinglar bu jihatda qanday ko'z qarashlar bor? Unga buning qarta savol javoblarni qilishib o'zaro fikrlasak. Undan keyin o'zaro o'rganaylik, bir-birimizning aloqasini o'zaro ochaylik, yordamlarni qilaylik, yaxshi yo'lga, to'g'ri yo'lga yetaklaylik bir-birimizni. Shunga bo'lsa shu videomni taqib qo'yinglar. Undan keyin aytda shu vaqtlarda shu mazmun shu nachar ishtihor iqimiga qarta mazmun qilgan xalqimiz bo'lsa, shu qanday diqqat qilib shu vaqtlarda shu vaqtlarda o'zaro suhbatlashaylik, shu nachar ishtihor iqimi orqali. Qanday boylik kelgan, nima ta'sir bo'ladi, bizga bo'lgan ta'sir qandoq, dunyodan boshqa bizga bo'lgan ta'sir qandoq, ham qanday bo'lishi ehtimolligi bor kelgusida. Burun qanday bo'lgan, hozir qanday degandek, undan keyin qaysi tarafda tursizlar, nima ish qiladi degandekchi. Undan keyin qanday uni oldini olamiz, bolalarimiz qanday to'g'ri yetaklaymiz degandek mushta mazmunda mushta naq maydon munozara baraylar ata. Hozirlar. Undan keyin kichkina xo'sh xabar. Tunugimi bugun tunugimi. Esimda yo'q. Charchaqibmi? YouTube kanalim xarim menga odam aytdi. Shukr edim. Ammo shunday qo'yay, endi bir-birimiz qo'layli. Men to'liq olib ketdim, kon yo'lda tashqatimni. To'g'risizlar. Endi men cho'g'nim shu ming odamning ichida deb qo'ygan yerim, endi qanchaligini uqmayman. Endi unda zig'irlab nim qilib ketmadim. Ammo shunday qo'yay, bo'lsa shu xalqimiz bakrak qilsin, meni endi biz bir-birimiz qo'lmasak kim qo'laydi? Demak, shu YouTube'ning shu ming odamning ichida ko'pincha chet ellik shu hayvonotlarga, o'zimning shu ba'zi qarashlarimga mumkin asosan yoqtirib, videolarni yoqtirib, agashganlar ichida ko'pincha chet ellik. Mening u yaxshi hamda kim agashi meni qo'lida yaxshi YouTube kanalim nim qilsa, kengaysa Güles mening media shu nom orqali Uyg'urni nomini tunildi. Undan keyin agar xalqimiz, ammo shaxsan albatta xalqimizning ko'proq qo'lishni xohlayman. Ammo chet elliklar nim qismi yaxshi ish qilib. Shunga men ikki xil tilda qilayotganim sababim shu. Kanalim orqali chet elliklarni bakrak agashsa da qaraydi kanalimning oldi keyniga. Kitaplarımın təşviqatını görsə, onunla nazır mən adamda aşqandan keyin dokunum, tor dokunumni qo'yib kiyimlarimizni qo'yğılı bo'lsa, o'chada Uyg'ur xatlarini ko'rdik haqlar. Uyg'ur kiyimlarini ko'rdim dokunumdagi. Shuningdek, men az bo'lsa qo'limdan kelishicha Uyg'urligimizni saqlab qolishda kichkina rol o'ynayapman deb qarayman. Ham qilayotgan ishlarimda faxrlanma. Davomli ko'p qilmay qolsam xursandman, ammo davomli qilishga tirishaman. Zapaqma. Mümkün men degandek boya izlagan mush mazmunlarni men mush tizib chiqqan mazmunlarni bo'lsa xalqimiz sizlarmi foydalaninglar, tatmay foydalaninglar, qo'llaninglar, taqib qo'yinglar mazmunlarni. Biz bir yerda ko'milib qolmaylik, mayli urush bo'lsin yoki bo'lsa qirlashib qolsin, bir yerda ko'milib qolmaylik. Testrayli. Onunki salomatga diqqat qilaylik. Mumkin mush to'g'liq mazmun jiqroq shilmay Uyg'urcha bo'lsin, inglizcha bo'lsin. Inglizcha tarjima qilib jiqroq shilsak bo'ldi. Mushim bir mazmunga. Chetalning mushu trapni yoki nima bo'lsa, mushu
Bar bo'lgan siyosat, bar bo'lgan shariatlardan to'xtamay izlab, to'xtamay foydalanaylik demoqchi unumlik. Musharaqliq kimligimizni saqlab qolishda az-azdan kuch chiqarib, azni qo'shibas kuchli qildi. Tama ko'llarda ko'lni aniq qilaylik, ama ko'l pide turamizni daryo qilaylik, qo'limizdan keladi. O'g'illar az emas. Daryoni dengiz aylantiraylik, qo'limizdan keladi. Shu xalqning mehnat birimlarining oshxonalari 4-5 dan ishlab ketgan ularning maktablari, rayonlari, ko'chalari, ismlari o'sha narsa. Biz qila olmaymiz shundaqni. Hamda ulardan yaxshi besib ketamiz. Chunki bizningki hamon ulardagidek esil va iniqlar. Zoya qilmaylik esilligimizni. Saqlaylik, ham kengaytaylik, tashviq qilaylik toza. Chunki ma Meksikaning tamoqlari deymiz, Meksikaning madaniyati deymiz. Amerikaning bir parçalanib ketgan hozir shu Xitoyning madaniyati bir parçalanib ketdi. Qani biz ash Uyg'ur madaniyatimizmi, Uyg'ur kimligimiz orqali Amerika madaniyatini bir parça qilaylik, ham amaliyot mushadik bo'lganiga qilaylik. Mushumi kimligimizni saqlab qolishga eng yaxshi yo'llarning biri. Hem quvvatqanlar bor, nayt yaxshi, masalan, u bir Uyg'ur qizimizning shtat go'zalligiga, umaqlar go'zallikka qatnashib natija erishdi, bek yaxshi. Qani chiqsin farzandlarimiz, albatta bizning norozilik, otaning noroziligi ostida xuddi u go'zal Qashqar qizi Xitoy mehnat Sıran devletin gözlü boldu hem de dünya gözlegemiş Uygur hem de bir millet vekillik vardı. Niye de çıkaraylı doğru yol yetildirip eğer şu sağ kızgıdan perzatlarımız bolsa doğru yolda kısak biliyordu. Onun için ma Zulfikar aldan qıttım videoda degen men naq meydan sözlegen Zulfikar Mehmet Qo'xshash. Onun başka yana Elzat dedi, yana başka şunda yaxshi bo'lsa ba bizning badanlarimiz esilmen degandek mayadimi? Miyada fursat texim yaxshi, miyadim chiqiraylik bolalarimizni o'zimiz bu tarbiya sohasida yetishtirib, chilishlarga nim qilib, chempionlik qilaylik, endi chiqadi. UFC'largacha bo'lsin, nomi ko'tarilgancha, nomi chiqqancha natijalar qilaq Uyg'ur degan chiqadi, tabiiylar. Tang chiqadigan gap. Onundaki siyosiy sohalarga chiqilib, mana kashf etilgan shu Hindistonlik Amerikalılarga zo'r umid bag'ishladi u. Vivek deydi. Siyosatdagi umidlarda ular nisbatan bizni chiqildi. Onun için masalan bekmo farzandlarimiz mi qilsin, cho'nglarimiz qo'limizdan kelsa bizni qilaylik. Masalan yaxshi chiniqib mushjatda vazkashmay mushjatda tajriba sohasiga kirishiladigan labosa kirsak bo'lardi. Masalan, har xil musobaqalar bor. Musharaqliq, mushbanada chiniqib olamiz, mushbanada badanimiz, mushun bir harakatlantirishga badanimizni saqlayib qolamiz. Demak, o'g'lim salomat bo'lib badanimiz, ortiqchiligimiz orqali Uyg'urligimizni saqlab qolishda belgilik rol o'ynaydi. Mushuncha so'zlab turgan bugungi mazmun shuga. Kim chet elda kimligimizni saqlab qolishning yo'llari. Shu men degandek mazmunni taqib qo'yasizlar, qonunlarim akshib qo'yasizlar, xizmatimni qo'llab qo'yasizlar. Aniki bir-birimiz qo'limizni kim qo'llaydi, bir-birimizni cho'qqim qo'llaylik. Ankin to'rda ortiq asqamayda so'qishlar qilmay, bir-birimizni yo'laylik, qo'g'daylik. Salomatlikka, bexatarlikka diqqat qilaylik haqimiz. Allohga omonat. At ko'rishaylik. Xudamiz boshqa qaslar. Atmush vaqt ko'rishaylik, iftixor yaqimi to'g'risida naqmayda munozaat qilaylik. Buldamsa Allohga omonat.